Yunusxon opa, ustozlarimiz bitta gapi borda, fursatdan maksimal darajada foydalanib ol deyishadi. Shuning foydalanmoqchiman hozirgi holatda. Jigarimizda virus bo'lsa, gepatitimiz bo'lsa yoki o'sha gepatoz bo'ladigan bo'lsa, qanaqa giyohingiz bor bizga bergan? Misol keltirsam juda ko'p. Bizda beradigan giyohlar asosan 7-8 ta giyohdan tarkib qilinib, bitta korobkaga joylab, yana ham murakkab va mukammal qilib yetishtirib, o'sha dorivor giyohlari to'latib beriladi tarkibini. Misol uchun eng og'ir jigar muammosini necha oyda shifo topsak bo'ladi yoki amaliyotingizda necha oyda shifo topishdi? Amaliyotimizda jira va gepatoz 3-stepillari masalan 2 oy, uzog'i 3 oyda to'liq davolanib tuzalib ketishadi. Viruslar soni 0 ga tushadi. Virusning gepatitlar soniga qarab, fibrozlanish darajasiga qarab, jigari holatiga qarab, o'sha segmentlarini, hujayralarning fibrozlanish darajasiga qarab, masalan, og'irroq formalari gepatit B, D virus birga kelgan holatlarida 4 oydan 6 oygacha vaqt ketadi davolashga. Kattakon rahmat. Narsalar.